Haqiqiy bir erkek qanday vaqtda ming o'lib bir tirildi. Qanday vaqtda iloj qildi bilamsiz? U albatta ikki xotin kishining oldida, ikki ayol kishining o'tirligida nailoj qiladi. Ming namartdan qo'rqmaydi, ming botirdan qo'rqmaydi. Boshqalardan, natunish odamlardan azaldan qo'rqmaydi. Lekin ikki ayol kishining oldida eng ig'ir kunda qoladi. Eng ilojsiz holatda qoladi. Bu ikki ayol kishi zodi kim bilamsiz? Shuni aqsda haqiqiy hikoya. Bu ikki ayol kishi xotini bilan onasi, xotini bilan onasining o'tirligida nailoj qoladi. Shuni aqsdagi haqiqiy hikoyani bir anglang. Ya'ni chu degan vaqtida ma'lum bir chat sahroyizda shundaq bir yaxshi oilada bir bola dunyoga borliq kelgan ekan. Kichigidan tortib o'zini tirishchan tijorat qilishga, sho'qat qilishga ipov ekan. Shu sababchi degan vaqtida maktabda bekchiq o'qimabdi. Lekin chu degan vaqtida uyning cho'ng bo'lganligi uchun oila ishlariga yordamlashib, uni qilib, buni qilib, o'ylanish yishig kelganda o'ylanibdi. Demak, mayoq uylangandan keyin shu uyning bir tal o'g'il, shu uyning bir tal bolasi bo'lganligi uchun ota-onasi garchi yosh o'sim shu ota-onasining qulchiligini qilib, ishini qilib, dadasini azobga chiqarma, dadam rahat ko'rsin deb o'zining borlig'ini berib. Lekin chu degan vaqtida ko'nlarning bir gapi bor. Qiynoni bilan kelinning o'ttirisida to'ng'iz qatiraydi deydigan gap bor. Demak, birinchi turmushida yomon emas. Bir qizga uylangan bo'pti, shuningdan bir farzandlikim bo'lgan bo'pti. Lekin chu degan vaqtida onasi bilan shu ayolni xub qilib bo'lolmay. Xotining oq, xotining ko'k, apang oq, apang ko'k. Birdam apsiga yag'an parang qildi ekan undab. Apsiga 100 ko'yliq nemas, xotiniga 150 ko'yliq nemaladi ekan. Apsiga 300 ko'yliq nemas, xotiniga 100 ko'yliq oladi ekan. Mushu o'ttirliqda mayoq qarsa bir xotin, bir bal tep qo'ygan. Oyoq qarsa 9 oy 10 kun qo'saq ko'tarib tuqqan onasi. Anuga odami to'xta, balam baxtli bo'lsin, malining turmushiga minchilik arlashib olib, malini qiynab, bu kelinni bu baliq chiqib soldirib, bu kelin bilan mushtaq netpirti deb o'tmay demaydi ki. Xotin bo'lgan odam, "Voy, bo'pti, buning apsim 50 dan eshibdi, 60 taqapti, qilmakdir ya, davrdi balkim. Mashta kot-kot o'g'lim to'g'irdi. Meni ne bo'lib ketma, bo'ptimi, ayni qiynamay demaydi. Aqshimiz yostiqqa boshini qo'ydi, apang ko'k, apang oq qildi, apang ko'k qildi. Meni manda qildi, haqdan oqaydi. Kunduz tong atqanda onasi deydi, "Buni xotining sana birnim beryaptimi, birnim yegizyaptimi seni? Nima degan, nima sen? Bu moshta qilyapti, buzib, chechib, bassavoy, quruq yug'anchilik qilib" deb xotinni datlaydi. Shuning bilan ikkisining o'tirig'ida oxir bo'lmay shu xotinni qo'yib qo'ydi. Bo'ldilarmish, apam rozi ish bo'lgan shu xotinni qo'yib etay deb shu xotindan bir balni jitim ajrashib ketdi. Ajrashib ketib, bu yoqqa anoga odam deydi, "Voy jinim bilan 3 yil o'tibdi, 4 yil o'tibdi. Mening boshqa arzuyim yo'q. Shu ko'zimning ochiq vaqtida o'zini o'ltirib bo'pti u ana. O'lib ketdimmi debdi-da o'zicha, men tugidim, o'lib ketdim. Hayat vaqtida sening bir to'yingni ko'rib, bir oilang olsa, jinim bolam yomon yolg'iz bo'ytaq yurib ketib borsa, qanday qilaman jinim bolam? Mening boshqa arzuyim, mening xizmatimni qilmasam mayli, ayrim jahon makonlarim olsin mayli. Bo'ldi, sening bu balamning ayilsi va ayoli va desam, yomon tashkunda qolding balam deydi-ki, yo'q, lekin bu bola to'y qilishga jur'at qilolmaydi-ki. To'y qilay desa, onasining mijozini 5 qo'ldak biladi, lekin ona yomon degil olmaydi onani. Yomon degildan bo'lmaydi. Ya'ni shu boshqa turmushidagi ashundaq beshini o'mishitib, ashundaq ishga o'tirib qilib saramg'alni bo'ldilar, bo'ytaq o'taydi. Oxiri jahon makonini tirmishib, shaharlardan uylanib, ayrim qilib, shuning bilan o'zining o'z yo'lida yomon emas, bir cho'kandan birini uylangan. Demakchi degan vaqtda dastlabda yaxshi, voy mening balam 5 ni o'g'li oldi, o bu qilgan. Lekin keyin yanalichu degan vaqtda bu kelin bilan petishmay, dedi, kechgan, sen anda deding, sen manda deding. Bu xotinma endi bir ayiq tegib chiqqashqim qag'dalib bo'lib ketgan-ki. Demak, apang dedi, apang. Ikkisining o'ttirligida suxanchi bo'libdi-da, ming namartdan mushushmayanmaydigan. Vash pul topalaydigan, har qanday odamni gap bilan qoyil qilaydigan bu botur, tarixlarda ta'riflangan bu botur shu onasi bilan chiroyli ayolning o'ttirligida qisilchiqni qilib, uni qo'yib etay desa, yana bir 3-4 bola jitim bo'ldi ekan. Yana jitim bo'ldi ekan.
Şunun bilan şu degan vaqtida dadin ishiga yutib xotinni aldaydi. Voy jenim xotin, er yeklimiganni el yeklimabdi deb, men seni yeklimigan ekan bo'pti. Apamı jiqchapa tatgan, jitimchilikni beshidan nurg'un issiq so'qoq o'tgan. Qanday qilishi endi mushu qilmakdiriya davriga berib qapti. Voy bo'pti apa, sizning ras deb quloqlaringni gaz, ko'zlaringni qarg'u qilib olsang, o'tib ketadi deydi. Apısığı deydi ki, voy jenim apa, meni 500 so'm, meni 1000 so'm pul, meni sana yaxshi telefon, meni mavu. Anda qilmasan, biz chiroyli turmush kechirib ketsak, men seningdimi arilib qolg'im yo'q, xotinimdimi arilib qolg'im yo'q. Men bir baxtli oilam bo'sga deyman, yana bo'ytoq qolsam, bo'ytoqning puli o'choqning kuni, bo'ytoqning kuni, ishning kuni ulab, yana shu 5-6 yil ishning kunini tatgan, yana shu ishning kunini tatib qolamdim, yana bir necha bolam jitim bo'ladi ekan. Men jitim balla sanatoriydan birini ichib olmay ekan, jenim ana, diginingni qilib beray, qig'iningni yetib beray, barimni, barlig'imni beray deb, abu anning ayolining yaxshi gapini qilib, shundoq qiynalib holati o'tadi ekan. Demek hazır cemiyette müşte ahvallar bekcik. Ahırsıda iki xotin, anısı bilen ayali. A'nın beşini yetti ucuma ahırsıda. Yevitti o beşini. Ahırsıda tanqısıt qağı adam. Şunun bilen yoşurun yürek deysiz məlum bir ağırlıqlarını jütti veripti. Keşti kərsi apısını aqtavatqan, apısını ilgivası xotinini aqtavatqan. Əməliyyat er xotin ikisinin münasibeti yaxşı. O anı bile şunun bilen şu işçiyi yutup iğir bitap bulap bu dünyadan arılıp ölüp gitti bu bala. İğir dert yutup gitti, işçiyi ötep gitti bu bala. Demek hazır içiyor diye vaxtada yeni qanda ahvallar bağ cemiyetimizde desiniz. Bir ailede bir qoradı turup kazan işki qeviler. Aşı biçer erni, er oğunuğa, bal oğunuğa, er oğunuğa toyğuz yetip bardı xotulla. Xotulla mı toyğuz yetip bardı. İşkifti göğü sağınılgan ata-anasının çözü kusur izlep, akkam, kökkem dep. Biçer 100 koy pul tapkan bolsa 50 koy ayıl turmuş qiytip 50 koyunu banka kartısı salalatdı yol. Lekin kazanın işki qıvaqallık sebebiden ata-anasığı bəyəmi solmaydı. Özünün xotunu kazanın ayrım qaldı, onun bəyəmi solmaydı. Otturluqda işti qiyniğanda qiynap, bir teri bir ustuqan bolup, şorap taşıp etken şokoldak, muş əmən quraydak hop qılıb atqan, açığını haraq tamakı bilen, kayıp sapa bilen çıkırıp özünü şunun bilen nem qıvatqan. Mana şunda işler bopmu bizning xalqlarda bekçik. Bizning xalqlarda bekçik. Şuna aşkı deydiğinim ayollar, çeçi uzun aqlı qısqılar, iqilsizlar, anılar, mama gepim ötep ketdi. Anda qınmanglar, mərazlik qınmanglar. Yeşinglar yetip oldinglar, 60 yaşqa yeydiğininglar yedinglar, kiydiğininglarni kiydinglar. Japa tatqan, hamma adam japa tatwatıdı. Japa tatqan bolsanglar, yaxshi turmushlarni kechirdiңlar, nemlarni qildinglar. Xotinlar, cho'kanlar, qizvaldiga adi yaxshi bo'lmasa o'lganda yada deydi. Bir er kishi maydisiga urib, butun japa mushaqqatni turmushning ig'ir yuklarini zimmasiga ilib turib, sizga bir baxtli oilani berayotgan bo'lsa, hem şunun adı, şu tatlılık, kilişken, puldar, noçi, ata-anısı naçar mı? Anısı naçar olsun, ne boptu anısı? Gözünüz jumup ötep gitten, eriniz yaman demegen deken. Şu aşka poğaçan, ken qosaqlık, özara ayalla bir çayan, yılan çayan boğallık için qıtıqor. Şu aşka aylık bəzi bir, xotunda va sen. Xotunma sen de tıllaydı o bəzi birlerini. Şunun oxşaş. Bu aşı qıtıqorlarını onşap, lev-leviga akip, joy-joyga akilish uchun bir er kishi qurban berib, oxiri o'lib mi ketadi ekan? Şuna aşka keng doirada, cho'ng doirada bir ishlarni boshqalarning, o'zgalarning, baljaqingizning, erinizning, ballalaringizning baxtini o'ylig'i asosida bir-biringlarga kelin bilan qiynalmay yaxshi muomala qilinglar deb o'ylayman. Bo'lmasa o'ttirliqda eringiz bilan balangizni o'ttirib yetasiz jumam. Uqdingizmi? Mening deganim to'g'ri bo'lsa xalqim sho'di duy deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon, uy mulkka oid so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.